Jizzax viloyatining qariyb yarim hududini egallagan Forish tumanini qadimiy Nurota tog' tizmalari bezab turgandek. Chunki mana shu tog' tizmalari bo'ylab marjonday tizilgan biri-biridan obod va so'lim qishloqlar juda ko'p. Jizzax shahridan chiqib, Forish tumani markazi Bog'don shaharchasi sari yo'lga chiqsangiz, navbati bilan Oqtom, Egizbuloq, Ustixon, Qoratosh, Nurak, Qurvonhoji, Osmonsoy, Balandosmon, Sayyod, Ilonchi, Anamuna, Tutak, Yomchi kabi qishloqlar bir-bir sizni qarshi oladi. Bu qishloqlarda biz bugun sizga batafsil so'zlab bermoqchi bo'lganimiz uzumchilik, jumladan yertoq ko'rinishidagi mana shu tokzorlarda yetishtirilgan uzumdan mayiz tayyorlashning qadimiy an'analari takomillashib, bugungacha davom etib kelmoqda. Azam aka Yomchi qishlog'ida yashaydi. Asli kasbi o'qituvchi, matematikadan dars beradi. Ammo ota kasbini tashlab qo'ygan emas. Bog'idagi soylikka tutash kichik sayhonlikdagi uzumzor bog'ini ardoqlaydi. Azam aka, sizni asosiy tokzoringizni ko'rib turibmiz, bu tomonda, to'g'rimi? Shunday, mana bu asosiy tokzorimiz ota-bobomizdan qolgan katta yoshli taklar. Qariyb bularga 100-150 yillar bo'lgan. Mana shu ota-bobolarimizdan qolgan taklarni ham ishlovini berib, yaxshi meva beradi, yaxshi hosil beradi. Qariganlarini yangilab turamiz. Kesib, yana yangidan boyagi yetishtirgan ko'chatlarimizdan ekamiz o'rinlariga. Forishning asosiy mayizi qora kishmishdan tayyorlanadi. Qora kishmish navi asosan ko'p buni ichida. Qariyb 90% qora kishmish navi turibdi. Mana shu yerda hozir 30-35 sotix tak bor. Shu yerda asosan 90%, 95% qora kishmish navidan mayizbob navi. Ana shundan biz uzumni yetishtirib, asosiy mavsumi 25-avgust yoki 5-sentabr oralig'ida ana shu davrda mayiz bo'lishiga tayyor bo'ladi. Ana shu paytda olib, bog'lamlarga, iplarga bog'lab, bitta ipga 5 ta, sharoitga qarab 10 bosh bog'lanadi. Orasini 20 sm, 25 sm dan oraliq bilan xorilarga, patolog qilinmagan tomlar bo'lsa yoki shifer tom xorilariga mix qoqib, shu ip bilan bog'lab osib quritiladi. Endi forishning mayizlarining o'ziga xos xususiyati nimada deysiz? O'ziga xos xususiyati bitta men aytganim bilan emas, endi buni xalq biladi. Qayerda bo'lsa ham shu forishning uzumi shirinroq bo'ladi deydi. Mayizi ham xuddi shunday uzumiga qarab shiralik koeffitsiyenti yuqoriroq bo'ladi. Tokka, aniqrog'i yerga mehr berilsa, undan yaxshi hosil olish mumkinligini Azam aka o'zlashtirgan. Ko'nikma ham hosil qilib bo'lgan. Lekin bizni hayron qoldirgan jihat shu bo'ldiki, mana bu uyum toshlar mana shu yerdan chiqarilgan. Yerni bu taxlit tozalashning o'zi bo'lmaydi. Og'ir mehnat ekani turgan gap. Lekin mana shunday salqumoq, bo'z adirlar bag'ridan ajratib olingan tomorqada tok yaxshi meva beradi. Azam aka, bu Yomchi qishlog'ida ko'pchilik, aksariyat aholi mana shu uzumchilik bilan asosan termas, oliy navli, yirik, toza mayiz qilish bilan shug'ullanadi. Mana shu Yomchi qishlog'i sharoitida, ob-havosi sharoitida tok yetishtirish nimaga bog'liq? Qanday buni sir sanoati bor? Bizning qishlog'imiz uzumchilik, tokchilik bilan asosiy qismi shu bilan shug'ullanib keladi. 70-80 xo'jalik yashaydi. Hammasida kamida 30-40-50 sotixdan uzum toklari bor. Shu tok ekib, mayiz bilan shug'ullanadi, quritib, mayiz qilib, asosiy tirikchiligi shu orqali bo'ladi. Hozir o'tirgan yerimizda mana ko'ryapmiz-da. Qarang mana. Juda ko'pi mayda qumoq toshda. Mana shu yerda endi tok qanday bo'ladi? Yaxshi bo'ladimi? Ha, endi avvalambor men mana shunday adir joyini, toshloq joyini tanlab, mana shu shamol tegadigan, asosan shabada urib turish kerak, toshloq joy. Endi eshitgan bo'lsangiz, forish uzumlari
qadimdan o'sha nomi bilan tanilib kelgan shirinligi bilan o'zini don taratib farqlanib turadi. Bozorlarimizda ham qayerda bo'lsa shu uzumni yeb ko'rgan odam birmuncha shirin ekanligini anglab yetadi. Shirin bo'lishini asos sababi mana shunday toshloq, qumoq, mana shunday tosh tashkil qiladi. Asosan bizning yerlarimizni mana shu qumoq, toshloq joyida yaxshi qizdiradi-da. Yerdan ham issiqlik yaxshi oladi, quyoshning issiqligi yana yuqoridan bo'ladi. Shirin bo'lishiga asosiy sabab shu. Mana shu yerni e'tibor berib qarasak, qandaydir bir 15 sotix yerni yaqinda o'zlashtirganga o'xshaysiz-a? Ha. 1-2 yil bo'lib qoldi. Shuni o'zlashtirib, shu yerda ko'chatchilik mana bu endi har xil navli tok ko'chatlarini ham yetishtirib kelyapman. Tok ham endi bu yil katta tak bo'lishiga sabab 1-2 yil ishlatib qo'ydim. Endi tok ekdim. Orasiga mana shunday qo'shimcha ekinlar, bodring, pomidori, shunaqangi boshqa ekinlarni ham ekib, yerdan unumli foydalanishga harakat qilyapman. Ana biz ko'rib turibmiz, tosh uyumlarda, mayda tosh uyumlar shu yerdan chiqqanmi shu toshlar? Ha, xuddi shu yerdan chiqarganmiz. Qanday chiqargansiz uni? Bittalab terib chiqargansiz? Ha, shuni bizda endi boyagi ish qurollari ketmon, lapatka deydi. Bizda endi asosan ishlov berishga chot ish quroli bor. Shu chotda kavlab asosan shu toshlarni terib chiqarganmiz. Masalan, shuncha toshni qarang. Endi kim bilan qilgansiz? Bir o'zingizmi? O'zim, o'g'illarim yordam beradi. Shu birgalashib, hozir ko'rganingizdek ishlov berayotgan holatni ustidan chiqdingiz. Demak, qishloqdagi odamlarning qo'li qavarishi bejiz emas-da, to'g'rimi? Shunday toshloq yerda uzumchilik bilan shug'ullanish, uzum yetishtirish, shirin uzum yetishtirish, mayiz yetishtirish oson emas-da, to'g'rimi? Endi o'ziga yarasha mehnati bor. Qishloq aholimiz mana shunday toshlik joylardan toshlarini terib, ishlov berib, vaqtida suvlarni berib, ishlovlarni berib, uzum, mayiz yetishtirib kelishadi. Mana endi sizga bitta oddiy savol. Balkim sizga erishdinglar. Mana orqamizda ko'ryapsiz, qirliklar ko'rinib turibdi. Mana shu qirliklarda, mana shamol tegadigan joyda, qumoq joyda bo'ladi dedi. Shu qirliklarda tokzorlar barpo qilish mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi bu orqadagi qir bu yerdan farqi ozroq bor. U juda tosh miqdori ko'p. Tuproq miqdori juda kam u yerda. Agar u yerda ham xuddi mana bunday tuproq bilan tosh miqdori birgalikda bir me'yorda bo'lganda edi, u yerlarni ham odamlarimiz toshini o'zlashib qilsa bo'ladi demoqchiman-da. Yo, u toshini tozalashning imkoni yo'q. Masalan, 10% ga 90, 85 ga 15% tosh. Bu tomon qirlarchi, mana bu qirlarchi. Bu yer ham qirlar sal oqarganroq. shunday oqargan qismlarini qilsa bo'ladi. Yo, bu savolni berganim biz yo'lda kelayotganda yangi bog'larni ko'rdik-da. O'sha yangi bog'lar ham ertaga tokzorlar bo'ladimi demoqchiman-da. Ertangi kunda shunday tokzorlarga aylanadi. Yangi tok ekkan bo'lsa, asta-asta bir 3 yilda hosilga kiradi tok. 3 yilda uzum berib boshlaydi. Endi 2-yil ham hosil beradi, endi kichina ixcham bo'ladi. Azam aka tomorqasining mana shu 15 sotixlik qismida ko'chatchilikni ham yo'lga qo'ygan. Binobarin Nurota tizmalarining mana shu tomonidagi qishloqlarda Shivirg'oni, Toifi, Kishmishning 2-3 xili, Maska, Shakarangur, Husayni, Daroyi, Sohibi, Rizamat ota, eng muhimi qishloq odamlari gibrid deb nom qo'yib olgan forish terma mayizlari yetishtiriladigan uzum navlari juda ko'p ekiladi. Yer bag'irlab o'sadigan tokning yana bir xususiyati shundaki, qay darajada hosilga kirishi uning suvga bo'lgan ehtiyojini o'z vaqtida va me'yorida qondirish ekani kunday ravshan. Shu ma'noda tog' tomondagi buloq suvini alohida hovuzga to'lg'azib, saqlab, ma'lum muddatdan so'nggina tokzorlarga berishning ham hikmati bor. Ko'rib turganingizdek, mana shu suvni hovuzga yig'amiz. Chunki yig'ishimizdan sabab bu buloqni va quduq suvi tok uchun, ekin uchun birdaniga qo'yishga to'g'ridan-to'g'ri bo'lmaydi. Buni boyagi quyosh nuridan oziqlantirib, ilitib, keyin yuqorida ko'rib turgan sharbat bilan birgalikda
sharbat tayyorlanadi. Boyagi 2-3 kunda tayyor bo'ladigan sharbatni biz 1 kunda quyosh nurida qizdirib, 100 litrga 100 gram silitrani qo'shib versak, achitqi sifatida u achitib tezroq tayyor bo'ladi. Keyin birgalikda suv nasos bilan haydab, boyagi ekinlarga qo'yamiz. Mana shu tok 1 yilda necha marta sug'orasiz? Mana shunday sharbat berib yo umuman oziqlantirish uchun. Endi oziqlantirib, yosh ko'chatlarni oziqlantirib sug'oramiz. Katta toklarni kuzda yoki erta bahorda qishni kuni oziqlantirib qo'yamiz. Chunki o'sha mevasi pishishga oziq ta'sir qiladi, ma'lum bir vaqt mobaynida. Katta taklar suvni juda katta talab qilmaydi. Katta tak 4 yoki 6 marta uzog'i bilan yer sharoitiga qarab suv ichadi. Endi yer sharoiti deganda o'zimni yerim sharoitimdan kelib chiqadi. To'proq, tosh aralashma tok sharoitda, Qumoq yerlarda juda toshi ko'proq bo'lsa 6-7 marta suv ichadi. Undan ko'p suv ichmaydi. O'zi ota-bobomizdan qolgan vaqtida qo'yadigan vaqtlari bor. Tokni kesib, ko'mgandan keyin qavs suv deyiladi. Oktyabr, noyabr oylarida beriladi. Suv 1 marta beriladi. Keyin yoqib suvi qishni kuni qattiq qahraton qishda asosan qo'yiladi. U maqsadi tok ildizidagi qurt qo'murskalarni o'ldirish maqsadida. Keyin tokni ochgandan keyin 1 marta sug'oriladi. Keyin undan keyin ishlov beriladi tag'in 2 yoki 1 marta suv bilan uzum tayyor pishadi. Bir qarashda yer tok juda moslashuvchan, issiq-u sovuqqa chidamli, sermeva ko'p yillik o'simlik kabi ta'sirot qoldiradi. Aslida uni ko'paytirish va me'yorida hosil berish xususiyatini uzoq vaqt bir me'yorda saqlab qolishning o'ziga xos tabdili, ilmiy asosi bor. Ushbu xalqona qoidalariga tog' qishloqlarida tomorqada uzum yetishtirish bilan shug'ullanadigan xonadonlarda bozorlarga shirini tilini yoradigan uzum, yirikligi kishini hayron qoldiradigan sarxil mayiz yetishtirishni kimki o'zlashtirgan bo'lsa, xuddi yozilmagan qoidaday amal qiladi. Ko'chatchilik bilan shug'ullanishni ham puxta o'zlashtirib, daromad manbaiga aylantirgan A'zam akaning so'zlarini tinglay turib, biz ana shu qoidalardan ba'zilarini bilib oldik. Mana sizni ko'chatlaringiz boshida turibmiz. Forish sharoitida, mana shu Yomchi qishlog'i sharoitida qanaqa nav uzumlar yetishtiriladi va siz qaysi uzumlarni o'sha ko'chatlarni yetishtirasiz? Asosan hozir men kichkina qalamlardan va ko'chat tayyorlash bilan shug'ullanaman. Bu toklarning orasiga ekib bo'sh joylardan unumli foydalanish kerak. Unumli foydalanish uchun mana shunday tok ko'chatlarni tayyorlaymiz. Bu yerda endi har xil nav ko'chatlar bor. Bu yerda hozir qora kishmish navi, rizamatota, maska deb nomlanuvchi uzumimiz bor. Qizil sayvi, Husayni, olomon to'ydi, sariq kishmish, osh mayiz deyiladi. Ko'p masalan oshlarga soladi. Shunaqa sanab o'taversak, bir 20 ga yaqin turi bor-da tokni. Mana shu 20 ga yaqin turdan hozir bu yerda menda 10-12 navdagi uzum turlari, ko'chatlari mavjud. Mana shuni ekish uchun boyagi kuzda shu uzum katta toklardan qalam olinadi. 40-50 sm uzunlikda kesib olinib, xandakka ko'mib qo'yiladi. Kuzda ko'mib qo'yamiz, erta bahorda yerni tayyorlab olib, mana shunday jo'yaklar olinadi. Jo'yaklarga qalamni qo'yib 10 sm tuproq tortiladi. Qarang, 15 sm emas yo 5 sm emas, aynan 10 sm. Aynan shu 8-10 sm tuproq tortilish kerak-da. Nimaiki bizni mana bu yerimiz toshloq. Nima uchun? U 10 sm. Chunki erta bahorda issiqlik kam bo'ladi. Shu issiqlik tezroq mana shu qalamga novdaga o'tish kerak. Novdaga o'tgandan keyin u nam holatdagi novda tezroq o'zidan tomir chiqaradi. Pindiq chiqaradi. Pindiq, tomir, boyagi ildiz chiqaradi. Ildiz chiqargandan keyin u mana bunday darrov novda chiqarib, ko'karib, boyagi rivojlanishi tezroq bo'ladi. Agar unga 0,5 sm,
50-40 santimetr tuproq tortib qo'ysak, u chiqmaydi degan kechikib ketadi. Chiqadi, faqat hozir mayning oxiri, iyunning boshlariga borib, ungacha nam novda chirib qoladi. Shu sababdan. Qarang, biz hozir bitta narsani ko'ryapmiz, mana chuvuqlaringizni narigi qatorda aksariyat chuvuqlarda chiqmagan, ayrimlarida bor, o'sha ko'klik, barg bor. Ayrimlarda umuman barg yo'q, xuddi shunday shoxga o'xshab turibdi-da, qurigan shoxga o'xshab. Bular ertaga bunday o'zlanib ketadimi? Ha, o'zlanib ketadi. Bu sababi 2-3 ta sovuq kirib keldi O'zbekistonimizga. Hamma juda ko'p joylarga ta'sir qildi. Mana shu pindig'i ko'karib boshlagan edi. Ko'karib boshlagan edi, sovuq uni qaytarib qo'ydi. Endi bu hozir mana suvni beryapmiz. Mana bunday etib chiqyapti mana. Mana qurigan. Mana bunday tubidan chiqadi. Mana shunday etib chiqadi. Bu quriganlardan ham chiqib ketadi. Mana bu issiqning kuchi bilan, suvning kuchi bilan chiqib ketadi. Endi sovuq bo'lmaganda edi, mana bunday ko'karish juda katta foizda bo'lardi. 3 sotix yerda sizningcha nechta tub qalamcha bor? Endi hozir bu yerga ekilgani 4000-5000 tub toq ko'chatiga qalam ekilgan. Qarang, shuncha 4000-5000 tub toq qalamcha menimcha gektarlab yerdagi uzumzorlar uchun yetarli bo'ladi-da. Bunga xaridor bormi? Endi xaridorimiz bor. O'zimizni mana shu Forish tumanimiz bo'yicha kichik bog'larga oladi. Boyagi qora kishmish, boyagi navi yo'q navlarni o'ziga olib ekadi. Yurtboshimiz tashabbusi bilan Forish tumanimizda juda katta uzumzorlar barpo etishga farmon berilgan. Mana shu yerlarga aynan mahalliy uzumlarni ekib, tokzorlar barpo etib tashkil qilinyapti. Mana shu yerlarga asosan yetishtirib beryapmizda. Mana shunday ko'chatlarni mahalliy ko'chat joyiga ob-havosiga mos bo'ladi-da. Agar men bu yerda yetishtirgan ko'chatimni boshqa viloyatga olib o'tsa, sus ko'karishi mumkin, lekin Forish tumanida juda yaxshi katta foizda ko'karadi. Endi mana shu yerdagi uzumchilik bilan, aynan sizga o'xshab ko'chatchilik bilan shug'ullanadiganlar bormi qishloqda? Ha, shu qishloqda menga o'xshab ko'chatchilik bilan shug'ullanadigan, menga o'xshagan yana 4 ta 5 ta insonlar bor. Har birida boyagiday yetishtiramiz. Juda katta yerlarga eksa bo'ladigan ko'chat yetishtirib berilyapti. Darvoqe, A'zam aka aytganicha bor. Forish tumani Xonbandi shaharchasidan boshlangan to Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani chegarasigacha Baliqli tog' tizmalari bo'ylab yastangan cho'l hududlarini yaqin 2 yilda ko'rmagan inson kelib qolsa, tanimasligi turgan gap. Uzum yetishtirish uchun kerak bo'lgan ayni shamol esib turadigan yeri qumloq qariyb 4000 gektar hududda yirik tokzorlar barpo etilmoqda. Prezidentimizni 2019-yil 30-31-yanvar kunlarida tashrifida tumanda 10.000 gektar uzum ekish topshirig'i berilgan. Hozir mana ko'rib turganingizdek klaster tashkil qilganmiz. Bu klasterda bugungi kunda o'sha topshiriq berilgandan buyog'iga 3.500 gektar tok ekib bo'lindi. Va buni o'zini o'tgan yilda ham nishonasini ko'rganmiz hosilni. Bu yil endi yanada ko'payib, bu o'zi 3 yilda to'liq hosilga kiradigan toklar ekilyapti. Klasterni o'zi ham bugun ko'chat sotib olgisi kelmayapti. Olib kelingan ko'chatni navidan chuvug'i deydi bizda. Shundan topib o'zi ko'chatchilik maydonchasi qilib qo'yganini ko'rib turibmiz. Endi boyagi fuqarolarimiz ham xuddi shunday. Shu yerga olib keladi, agar rostlaligi bo'lsa bu yetishtiradi. Kelajakda ertaga yetishtirilgan mahsulotni topshirishga ham aholimizda uzumchilikka qiziqish yuqori bo'lgani mana paydo bo'ldi. Kelajakda bu klaster baribir hamma uzumni eksport qilib yoki bo'lmasa faqat uzumlar yo moyes qilib sotmaydi. Kelajakda vino zavodlari qurish, uzumchilik yo'nalishida Forishda to'liq qayta ishlashni ham, boshqasini ham yo'lga qo'yib, aholida ham demak ishonch borki, baribir sotadigan bozori bor. Ayni mana shu o'rinda har bir hududning o'ziga xos turmush tarzi, an'analari, dehqonchilik madaniyatiga xos qadriyatlardan kelib chiqib, bir mahalla, bir mahsulot tamoyili asosida o'sish nuqtalarini aniqlab ishga tushirish borasidagi tashabbuslar ish beradi. Chunki
Forish tumani misolida uzumchilikni har bir oila daromadi uchun muhim manba sifatida qaralsa, bu jihat o'zining serdaromad driver soha ekanini namoyon etadi. Endi Dilmurod aka, bugungi kunda uzumchilik bugun yoki bo'lmasa kecha paydo bo'lib qolgan emas. Bu 100 yillar davomida Forish o'zining nomiga ega bo'lmasdan oldindan shug'ullanib kelinayotgan bu soha, bu yo'nalish bo'yicha, uzumchilik yo'nalish bo'yicha bizda tajriba ham, boyagi hamma narsa yetarli. O'zi aholimiz bu narsaga ko'nikma уже paydo bo'lgan. Endi bugungi kunga keladigan bo'lsak, mana yuqorida ko'rdingiz o'zimiz aholi xonadonlarida yetishtirilayotgan uzumni, boyagi toklarni parvarishlash. Endi bugun nima deydi? Uzumni faqat uzum yetishtirish emas, bugungi kunda aholimiz boyagi o'zi ko'chatchilikni ham rivojlantirib, ko'chat yetishtirib, tayyorlab yanada kengaytirish. Endi Dilmurod aka, buni bir oddiy hisob kitobiga keladigan bo'lsak, aholimiz nimaga bu narsaga ko'nikma uyg'otib, o'zi shug'ullanib kelayotganini aytadigan bo'lsak, o'rtacha hisobda bizda endi tarqoq joylashgan tumanimiz, yer maydonlarimiz ko'p. 2300 dan ziyod dehqon xo'jaliklarimiz bor. Aholi xonadonlari, mana bu 461-sonli qaror bilan aholi xonadonlari 6 sotig'idan ortiqchasini to'liq hammasini o'ziga qonuniy qilib, dehqon xo'jaligi sifatida ro'yxatga o'tkazganmiz. Yuridik shaxs bo'lmagan. Ular o'zlarining ijtimoiy to'lovini to'laydi yilda bir marta va bugungi kunda o'sha yerlarning hammasi uzumchilik, tok yetishtirishga, qovulchilikka olib boryapmiz. Endi uzumga keladigan bo'lsak, gektariga 1 tonna 800, 2 tonna mayiz olish mumkin bir gektardan. Endi 50 sotig'i deydigan bo'lsak, oling ana 1 tonna mayiz olganingizda 35 ming so'm eng arzon mayizimiz, eng qimmat mayizimiz olina, bu terma deydi bizda. Bu 120 ming, 130 minggacha mayiz. Bu butun O'zbekiston bozorlari, Toshkent bozorida ko'rsangiz ham alohida Forish mayizi degan nom bilan sotiladi. Forish mayizi desangiz, xalqona brend desa bo'ladi. Xalqona brend desangiz bo'ladi. Boyagi shu Forish mayizi desangiz, demak bu boshqacha shirin. Buni o'zingiz ham shunday bozorda Forish mayizi, boshqa joyni, viloyatni yoki bo'lmasa tumanni mayizi bilan solishtirib ko'rishingiz mumkin, oddiy yeb ko'rib. 17,5 million so'm shunday daromad olyapti yiliga bitta xonadonda, bitta uzumni o'zida. Eng past narxda hisoblaganmiz. Agar o'rtacha narxni hisoblasak, bu 26 milliongacha boryapti. 650 gektar aholi tomorqalarida uzum maydonlari mavjud. Hisob kitoblar bo'yicha jami tomorqamiz 2300 gektar. Bu endi boyagi aytganimdek oddiy gektaridan boyagi o'rtacha 1 tonna, 1,5 tonna deylik, 2 tonna demaylik, ana boring 1,5 tonna olganimizda agar 650 gektar maydonda o'zingiz hisoblayvering, bu milliardga aylanib boryapti o'zi. Uzumchilikni hozirgi Forish sharoitida istiqbolli deb bilsak bo'ladi. Sababi buni aholida o'zi ko'nikma mavjud. Uzumchilik, uzum yetishtirishga, buni bir joyda yetishtirib eksportga yo'naltirish qulay va Forish tumanida uzumchilikka yer maydoni ham, umuman ob-havo, iqlim sharoiti ham uzumga bevosita bog'liq va uzum yaxshi bo'lishiga eskitadan xalqimiz buni ilmiy asosini chiqarib bergan deb bilaman. Hozirda Lazzat kafolat uzumchilik klasterida ish qizg'in. Har kuni 100 nafargacha mavsumiy ishchilar jalb etilib, tokzorlarni begona o'tlardan tozalash va sug'orish ishlari, egatlar orasini yumshatish tadbirlari davom ettirilmoqda. 20 gektardan ziyod maydonda pomidor yetishtirish ham, agar yer sharoitini hisobga olsak, bir yilda natija beradigan serdaromad yo'nalish bo'libgina qolmay, uzumchilik klasterining o'ziga xos iqtisodiy tadbiri hamdir. Demak, yaqin 2 yilda Forish tumanidagi katta hududlarda 10 ming gektar tokzorlar barpo etish, ayni mana shu uzumchilik sohasida sarxil meva eksporti va uni qayta ishlash, Forish mayizi degan xalqona brendni namoyon qilish imkoni mavjud ekaniga ishonish mumkin. Qayd etish kerak, bu borada aniq rejalar belgilab olingan. Bu esa birdan-bir ezgu maqsad, aholi bandligi va xalqimiz turmush tarzining yaxshilanishi uchun xizmat qiladi.